Bunaqasini magazindan aniq sotib ola olmaysizlar. Bugun kukisni yangi darajaga olib chiqamiz. Mana shu oddiy kukisni men shu paytgacha yegan hech qaysi desertimga alishmayman. Wow. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Buni yegandan keyin любой odam aytaveradi, kichkina bolaning gapini. Men yemaganman bunaqa shirin kukisni deb. Kukisni eng asosiy sirlaridan biri bu yong'oqli jigarrang sariyog'. Buni tayyorlash uchun bizga shunaqa ikkita kattagina bo'lak sariyog' kerak bo'ladi. Qizig'i bu sariyog'ning ichida yong'oq yo'q. Lekin bu beradigan ta'm va aromat yong'oqni eslatib yuboradi. Shuning uchun yong'oqli sariyog' deyiladi. Sariyog' erib bo'lgandan keyin alohida idish tayyorlab olamiz. Iloji boricha nержавейкali idish bo'lsin. Xolodilnikka qo'yganimizda tezroq soviydi. Sariyog'imiz mana shunaqa ko'piklar ajratishni boshlagandan keyin olovga ehtiyot bo'lib turishimiz kerak. Bu agar maromiga yetmay qoladigan bo'lsa, aromat bermay qo'yadi, kutib ketadigan bo'lsa, kuyib ketadi. Ko'piklar yo'qoldi, sariyog'imiz ham jigarrang rang olishni boshladi. Skоворodkaning o'zining issig'idan aromatini oladi. Buni ozgina vaqtga xolodilnikka yoki morozinlikka qo'yib qo'yamiz. Sariyog' sal qotib olishi kerak. Sariyog' tayyor bo'lguncha shokoladlarimizni to'g'irlab olamiz. Buning uchun men 2 xil shokolad ishlataman. Temniy hamda молочный shokolad. Молочный shokolad strujkoviy. To'g'rab ishlatilishining sababi bunda 2 xil shokolad donachalari paydo bo'ladi. Yirik, mayda-mayda shokoladlar. Endi alohida idishga suv massani yig'ishni boshlaymiz. Buning uchun bizga birinchi navbatda oddiy oq shakar, noodatiy ta'mi hamda kukisga o'zgacha rang bergani uchun jigarrang shakardan foydalanamiz. Sariyog'imiz ancha quyildi. Endi bu sariyog'ni massaga solamiz. Sariyog'dan keyin 3 ta tuxum solamiz. 3-tuxumni faqat sarig'ini solamiz. Xohlasanglar mikserda, xohlasanglar ruchnoy aralashtirsanglar bo'ladi. Menga ruchnoy qulay. Yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Bundan chiqayotgan aromat prosta wow. Bu massani chetga olib qo'yib, quruq massalarni alohida idishga yig'ib olamiz. Un solamiz, chayniy soda solamiz, ozgina tuz va albatta kukisga yana qo'shimcha aromat berish uchun men yaxshi ko'rgan brendim Spice Expertdan vanilin ishlatamiz. Va albatta Spicedan razrexnitsel, ya'ni qabartma solamiz. Ikkala massani birlashtiramiz. Bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Xuddi shu massaga kakao qo'shadigan bo'lsak, kakaoli kukis bo'ladi. Biz bugun ham kakaoli, ham klassik kukis tayyorlaymiz. Massamiz tayyor. Endi buni 1 sutkaga dam olgani jo'natamiz. Sizlarni ko'p kuttirmaslik uchun biz tayyor zagotovkadan foydalanamiz. Bu tayyor 1 sutka dam olgan, даже uxlab qolgan desa ham bo'ladi kukis. Adyom 100 gramdan sharikchalar qilib olishimiz kerak. Odatda bittada tortib qo'yaman. Ko'ramiz. 2 gram. Har bitta kukis ustiga bittadan shokolad qo'yib chiqamiz. Bu eriganda juda ham chiroyli ko'rinadi. Ya'ni 20 minutga morozinkaga jo'natamiz. Sal muzlab olsa, usti prostashi bo'lib chiqadi. Maqsadga yaqinlashib qoldik, mana mashincha qoldi. Yoyilishini hisobiga 4 donadan duxovkaga solamiz. Ровно 13 minut и kukislar tayyor. Duxovkadan olib 2 marta stolga urib olamiz. Pechenye yoyilib olishi uchun yana 1 minutga duxovkaga qaytib solamiz. Kukislar tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lganda mana chetlari sal qizargandan bilsanglar bo'ladi. Kukislarimiz hali issiq, bunga shokolad qo'yib chiqsak chiroyli bo'lib eriydi. Bunga yana ozgina tuz sepib boramiz, mazani yana ham ochadi. Kakaoli kukisi plombirniy morojniy bilan yeb ko'ramiz. Wow, baxt oddiylikda deyshadi-yu. Mana shu oddiy kukisni men shu paytgacha yegan hech qaysi desertimga alishmayman. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar обязательно buni tayyorlab yeb ko'rishinglar kerak. Wow. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi retseptlarda ko'rishguncha